Insoniyat tarixi davomida hech qachon hozirgidek shiddat bilan rivojlanmagan. 1926-yilda odamlar ot aravadan mashinaga o'tayotgan bo'lsa, 2126-yilda biz biologik tanamiz chegaralaridan chiqib ketamiz. Bugun biz siz bilan 100 yillik masofaga nazar tashlaymiz. Bu shunchaki fantastika emas. Bu ilm-fan va texnologiya bizni yetaklayotgan real manzildir. 2126-yilda kasallik tushunchasi deyarli tarixga aylanadi. Tasavvur qiling. Shifoxonalar endi davolash maskani emas, balki inson tanasini yangilash markazlariga aylangan. Birinchidan, nanobotlar. Qon tomirlaringizda suzib yuruvchi millionlab mitti robotlar har qanday virus yoki saraton hujayrasini paydo bo'lishi bilanoq yo'q qiladi. Ular hatto shikastlangan to'qimalarni ichkaridan turib ta'mirlaydi. Ikkinchidan, organlarni 3D bioprinting qilish. Agar biror organingiz ishdan chiqsa, endi yillab donor kutish shart emas. Shifokorlar sizning o'z hujayralaringizdan foydalanib, bir necha soat ichida yangi yurak yoki buyrakni chop etib berishadi. Bu esa rad etish xavfini nolga tushiradi. Va eng asosiysi, gen muhandisligi. Inson genomi shunday tahrirlanadiki, irsiy kasalliklar tug'ilmasdan turib yo'q qilinadi. Biz endi 100 yoki 120 yil emas, balki undan ham uzoqroq yashash imkoniga ega bo'lamiz. Qarish. Bu shunchaki tuzatsa bo'ladigan texnik xatoga aylanadi. Tasavvur qiling, siz hozir uxlab qoldingiz va roppa-rosa 100 yildan keyin uyg'ondingiz. Atrofingizda 2126-yil. Endi tirbandliklar yo'q. Transport vositalari havoda harakatlanadi. Qit'alararo sayohat esa vakuumli poyezdlarda atigi bir necha daqiqa vaqt oladi. Shaharlar ulkan o'rmonlarga aylangan. Har bir bino o'z energiyasini quyosh va shamoldan oladi. Sizning eng yaqin yordamchingiz sun'iy intellekt. U sizning sog'lig'ingizni har soniyada nazorat qiladi va kasalliklar hali boshlanmasdan turib davolanadi. Robotlar barcha og'ir ishlarni o'z zimmasiga olgan. Insonlar esa faqat ijod va ilm bilan band. Dunyoda endi faqat yer bilan cheklanib qolmagan. Marsda birinchi shaharlar qurilgan. Oydagi laboratoriyalar esa oddiy ish joyiga aylangan. Bu dunyo sizga yoqdimi? Kelajak. Bu biz bugun amalga oshirayotgan orzularimizdir. Xo'sh, siz 100 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'ryapsiz?